Assalomu alaykum, aziz tomoshabinlar. Tasavvur qiling, issiq yoz kuni siz oshxonada non pishiryapsiz, choy qaynatayapsiz, stol ustida tuzlangan qazi va sho'rva tayyorlanmoqda. Oilangiz mehmonlarni kutmoqda va siz kun bo'yi oyoqda turgansiz. Kechqurun bosh og'riydi, yurak tez uradi, ko'nglingiz beozor. Ko'pchilik buni oddiy toliqish deb o'ylaydi, lekin aslida bu yuqori qon bosimi belgisi bo'lishi mumkin. Bugun biz juda muhim mavzuni muhokama qilamiz. Yurak bosimini dori-darmonlarsiz tabiiy usullar bilan qanday qilib pasaytirish yoki nazorat qilish mumkin? Sizga keraksiz va murakkab tavsiyalar emas, balki kundalik hayotda qo'llash oson, ilmiy asoslangan va xavfsiz odatlar haqida gaplashamiz. Avvalo, qon bosimi nima ekanligini oddiy tilda tushunamiz. Yurak har safar qisqarganda qonni tomir orqali tanangizga haydaydi. Bu haydash kuchi va tomirlar devorlariga tushayotgan bosim mana shu qon bosimi deyiladi. Shifokorlar ikki raqam o'lchaydilar. Yuqoriga raqam yoki sistolik bosim bu yurak qisqargan paytdagi bosim. Pastki raqam yoki diastolik bosim yurak dam olgan paytdagi bosim. Masalan, 120 ustiga 80 deyilsa, bu ikki raqamni anglatadi. Agar bu raqamlar doimo yuqori bo'lsa, bu gipertoniya yoki yuqori qon bosimi deyiladi. Bu holat yurak, miya va buyraklarga uzoq muddatda zarar yetkazishi mumkin. Yurak haddan tashqari mehnat qiladi, tomirlar shikastlanadi, insult yoki yurak xurujining xavfi oshadi. Lekin qo'rqmang, ko'plab odamlar oddiy hayot tarzi o'zgarishlari orqali qon bosimini muvaffaqiyatli nazorat qiladilar. Endi bizning kundalik hayotimizdagi qon bosimini ko'taradigan omillarni ko'rib chiqamiz. O'zbekistonda non, qazi, turli sho'rvalar, tuzlangan sabzavotlar, mastava, osh, bularning barchasi mazali va madaniyatimizning bir qismi. Lekin ko'pincha bu taomlar juda ko'p tuz o'z ichiga oladi. Tuz tanada suvni ushlab qoladi va qon hajmi ortadi. Natijada tomir devorlariga ko'proq bosim tushadi. Boshqa muammo harakatsizlik. Ko'pchilik kun bo'yi ish stolida o'tiradi yoki uyda televizor qarshisida vaqt o'tkazadi. Harakatsiz hayot tomirlarni qotib qolishga olib keladi va yurak qattiqroq ishlashi kerak bo'ladi. Stress ham katta omil. Ish, oila, moliyaviy tashvishlar organizmdagi stress gormonlarini oshiradi. Bu esa tomirlarni toraytiradi va bosimni ko'taradi. Uyqusizlik yoki sifatsiz uyqu gormon muvozanatini buzadi va qon bosimiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Chekish tomir devorlarini shikastlaydi va ularni qotib qolishga majbur qiladi. Ortiqcha vazn yurakka qo'shimcha yuk soladi, chunki ko'proq to'qimalarga qon yetkazish kerak. Issiq iqlimda yetarli suv ichmaslik qonni quyuqlashtiradi va bosimni oshirishi mumkin. Keling endi amaliy yechimlar ustida ishlaymiz. Birinchi va eng muhim qadam tuzdan ehtiyot bo'lish. Bu degani umuman tuz iste'mol qilmaslik emas, balki kamroq tuz ishlatish. Ko'pchilik non pishirishda, sho'rva tayyorlashda salatlarga ko'k tuz qo'shadi. Buning o'rniga o'simlik ziravorlardan foydalaning. Rayhon, jambil, sarimsoq, zira, murch bularning barchasi ta'mga boylik beradi va tuz kerak bo'lmaydi. Limon sharbati ham taomga yangilik qo'shadi. Qadoqlangan mahsulotlar sotib olayotganingizda etiketni o'qing, chunki ko'plab tayyor mahsulotlarda yashirin tuz mavjud. Ketchup, konservalg'a sabzavotlar, kolbasa mahsulotlari ko'pincha juda ko'p tuz o'z ichiga oladi. Agar uyda ovqat tayyorlasangiz va tuz miqdorini nazorat qilsangiz, bu sizning qo'lingizda. Dastlab ta'msiz tuyulishi mumkin, lekin 1-2 hafta o'tgach til moslashadi va siz tabiiy ta'mlarni his qila boshlaysiz. Ikkinchi muhim qadam harakatni oshirish. Bu sport zalida og'ir mashqlar qilish degani emas. Oddiy tez yurish ham katta foyda beradi. Piyoda yurish tomirlarni moslashuvchan qiladi va yurakni kuchaytiradi. Har kuni 20-30 daqiqa tez yurish ko'pchilik uchun yetarli. Agar dastlab qiyin bo'lsa, 5-10 daqiqadan boshlang va asta-sekin oshiring. Mahallangizda yuring, bozorga piyoda boring, yaqin do'stingizni ziyorat qilishga piyoda yuring. Agar ko'p qavatli uyda yashaysiz, liftdan voz keching va zinapoyadan foydalaning. Bu oddiy, bepul va samarali usul. Velosiped haydash, uy mashqlari, cho'zilish mashqlari ham foydali. Muhimi muntazamlik. Haftasiga bir marta ko'p mashq qilishdan ko'ra, har kuni ozgina harakat qilish yaxshiroq. Agar ish stoli boshida ko'p o'tirsangiz, har soatda bir marta turib, 1-2 daqiqa cho'zilib oling yoki xona bo'ylab yuring. Bu qonni aylantirishga yordam beradi va tomirlarni jonlantiradi. Uchinchi omil vazn boshqaruvi.
Ortiqcha vazn yurakka qo'shimcha ish soladi va qon bosimini oshiradi. Lekin bu raqamlar va og'ir diyetalar haqida emas. Oddiy prinsip: tarelkangizni muvozanatlash. Har bir ovqatda yarmi sabzavotlar bo'lsin, chorak qismi oqsil manbai bo'lsin, qolgan chorak murakkab uglevodlar bo'lsin. Porsiyani kichiklaytiring, sekin yeng va to'yish hissini his qiling. Ko'pincha biz ovqatni shoshib yeb yuboramiz va tanaga to'yganligini his qilish uchun vaqt qolmaydi. 10-15 daqiqa tinchgina yesangiz, kamroq yeb to'yasiz. Tunda og'ir taomlar yemang, chunki ular hazm qilish uchun qiyin va uyquni buzadi. Mevalar va sabzavotlarni ko'proq iste'mol qiling. Ular tolaga boy va sizni tez to'ydirib, ortiqcha kaloriya qo'shmaydi. Yong'oqlar, urug'lar, baliq kabi sog'lom yog'lar yurak uchun foydali, lekin ularni ham o'lchamliroq yeng. Agar dastlab qiyin bo'lsa, kichik o'zgarishlardan boshlang. Masalan, oqshom ovqatida porsiyani biroz kichraytiring yoki ikkinchi marta qozon boshiga bormaslik. 4-muhim levr – stress bilan kurashish. Hayotda stress bo'lishi tabiiy, lekin uni boshqarishni o'rganish kerak. Nafas olish mashqlari juda oddiy va samarali. Chuqur nafas oling, bir necha soniya ushlab turing, sekin chiqaring. Buni kuniga bir necha marta takrorlang, ayniqsa stressli vaziyatlarda. Namoz o'qish yoki meditatsiya ham tinchlik beradi va stress gormonlarini kamaytiradi. Tabiatda vaqt o'tkazish, parkda sayr qilish, daraxt soyasida o'tirish ruhiy holatni yaxshilaydi. Oila a'zolari yoki yaqin do'stlar bilan muloqot qilish ham yordam beradi, chunki ijtimoiy qo'llab-quvvatlash stress ta'sirini kamaytiradi. Kulgi ham davodir. Yaxshi komediya tomosha qiling yoki do'stlaringiz bilan hazillashing. Agar imkoniyat bo'lsa, sevimli mashg'ulotingiz bilan shug'ullaning. Rasm chizish, kitob o'qish, bog'da ishlash. Bularning barchasi miyani chalg'itadi va stress gormonlarining darajasini pasaytiradi. 5-omil – sifatli uyqu. Ko'pchilik uyquning ahamiyatini kamsitadi, lekin yomon uyqu qon bosimini ko'taradi. Tana dam olish paytida o'zini tiklaydi va gormonlar muvozanatlanadi. Agar tunda 6 soatdan kam o'qisangiz yoki uyqu sifati yomon bo'lsa, bu yurak va tomir tizimiga zarar yetkazadi. Muntazam uyqu jadvalini yarating. Har kuni bir vaqtda uxlang va turing, dam olish kunlarida ham. Uxlashdan oldin tinchlantiruvchi ritual yarating. Issiq dush qabul qiling, kitob o'qing, tinch musiqa tinglang. Uyqu xonasini salqin va qorong'i qiling, chunki sovuq va qorong'ilik yaxshi uyquga yordam beradi. Kechqurun kofein ichishdan qoching. Choy, kafe, energetik ichimliklar sizni uyqusiz qoldiradi. Agar uxlashda qiynalayotgan bo'lsangiz, yotoqda telefon yoki televizor tomosha qilmang, chunki ekran nuri miyani uyqoq qilishga majbur qiladi. Agar uyqusizlik davom etsa, shifokor bilan maslahatlashing. 6-omil – suyuqlik va issiq havoda g'amxo'rlik. O'zbekistonda yoz oylari kida issiq bo'ladi va tana ko'p ter chiqaradi. Agar yetarli suv ichmasangiz, qon quyuqroq bo'ladi va yurakka qo'shimcha yuk tushadi. Oddiy suv eng yaxshi tanlov. Har kuni 6-8 stakan suv ichishga harakat qiling. Agar suv ta'msiz tuyulsa, limon yoki bodring qo'shing. Issiq kunlari ko'proq suv ichish kerak, ayniqsa tashqarida ishlaganingizda yoki harakat qilganingizda. Chanqagach sezmaguningizcha suv iching. Chanqaq tuyulishi allaqachon suvsizlanishning belgisi. Shirin gazlangan ichimliklar yoki ko'p qandli sharbatlardan qoching. Ular qon shakarini ham oshiradi va qon bosimiga ham yomon ta'sir ko'rsatadi. 7-omil – kofein va tamoki haqida xabardorlik. Kofe va choy ko'pchilik uchun kundalik ichimliklardir. O'rtacha miqdorda iste'mol qilish ko'pchilik uchun xavfsiz, lekin haddan tashqari kofein qon bosimini vaqtincha oshirishi mumkin. Agar siz gipertoniya bilan yashayotgan bo'lsangiz, kuniga 1-2 piyoladan oshirmaslik yaxshi. Ba'zilar kofeindan butunlay voz kechishni afzal ko'rishadi. Chekish esa juda zararli. U tomirlarni tor qiladi, qonni quyuqlashtiradi va yurak xurujining xavfini keskin oshiradi. Agar chekayotgan bo'lsangiz, tashlab yuborish uchun yordam oling. Dastlab qiyin bo'lishi mumkin, lekin buning foydasi katta. Alkogol ham qon bosimini ko'taradi, ayniqsa ko'p miqdorda iste'mol qilinsa. Agar ichsangiz, juda kam miqdorda va kamdan kam hollarda. 8-muhim ko'nikma – uyda qon bosimini to'g'ri o'lchash. Agar uyda tonometr bo'lsa, uni to'g'ri ishlatishni o'rganing. O'lchashdan oldin 5-10 daqiqa tinch o'tiring, hojatxonaga boring, gapirmang. Stulda o'tiring, oyog'ingizni polga qo'ying, qo'lingizni stol ustiga qo'ying va manjet yurak darajasida bo'lsin. Har doim bir vaqtda o'lchang, masalan, ertalab nonushta qilishdan oldin. Dastlab 2 qo'lingizda ham o'lchab ko'ring. Ba'zan ular orasida farq bo'lishi mumkin. Keyin yuqori ko'rsatgan qo'lda o'lchang. Bir marta o'lchash yetarli emas.
Bir necha kun davomida o'lchab, o'rtacha qiymatni qarang. Agar raqamlar doimo yuqori bo'lsa yoki tez o'zgarib tursa, shifokorga ko'rsating. Tonometr sizning do'stingiz, lekin u shifokorning o'rnini bosmaydi. Endi muhim ogohlantirishni aytamiz. Agar qon bosimingiz juda yuqori bo'lsa, masalan 180 ustiga 120 yoki undan yuqori va ko'krak og'rig'i, qattiq bosh og'rig'i, ko'rishning buzilishi, nutqning qiyinlashishi, qo'l-oyoqning kuchsizlanishi kabi belgilar bo'lsa, darhol tez tibbiy yordam chaqiring. Bu favqulodda holat va kechiktirmaslik kerak. Agar homilador bo'lsangiz va qon bosimingiz ko'tarilib ketsa, darhol shifokorga murojaat qiling, chunki bu ona va bolaga xavfli bo'lishi mumkin. Agar surunkali kasalliklaringiz bo'lsa, diabet, buyrak muammosi, yurak kasalligi yoki bir nechta dori ichayotgan bo'lsangiz, hayot tarzini o'zgartirishdan oldin shifokor bilan maslahatlashing. Ba'zi o'zgarishlar dori-darmonlar bilan o'zaro ta'sir ko'rsatishi mumkin va dozani sozlash kerak bo'lishi mumkin. Xulosa qilib, asosiy fikrlarni qaytaramiz. Yuqori qon bosimi jiddiy holat, lekin uni boshqarish mumkin. Tuzni kamaytirish tomir ichidagi suyuqlikni kamaytirib, bosimni pasaytiradi. Muntazam harakat qilish, tez yurish, zinapoya, velosiped tomirlarni moslashuvchan qiladi va yurakni kuchaytiradi. Vaznni sog'lom doirada ushlab turish yurakka yukni kamaytiradi. Stress bilan kurashish, nafas olish, namoz, sayr, ijtimoiy aloqa stress gormonlarini pasaytiradi va tomirlar bo'shashadi. Sifatli uyqu tanani tiklaydi va gormon muvozanatini saqlaydi. Yetarli suv ichish, ayniqsa issiq kunlarda qonni suyuq holda ushlab turadi. Kofeinni mo'tadil iste'mol qiling va chekishni tashlab yuboring. Uyda qon bosimini muntazam o'lchang va shifokor bilan aloqada bo'ling. Mana shu oddiy, lekin samarali odatlar orqali siz qon bosimingizni tabiiy yo'l bilan yaxshilashingiz mumkin. Kichik qadamlardan boshlang, sabr qiling va natijalarni kutib turing. O'z tanangizni tinglang, zarur bo'lganda professional yordam oling va sog'lom hayot kechiring. E'tiboringiz uchun katta rahmat va yaxshi sog'liq tilab qolamiz.